Kesin mayli chiqarmayman. Mana uncha pul berasan desin, men umr bo'yi ishlab bo'lsa ham to'layman o'sha pulni. To'g'risida faqat o'sha narsani chiqarmasin, qayerda yo'q gaplarni, qayerda yo'q oyog'ini sindira olmayman, yo boshqa qilamanman. Qamaladi nima bo'ladi? Misol o'sha aybdor bo'lsa qamaladi, ertaga nima bo'ladi misol? Undan battar xoramiga aylanadimi o'shalar misolda? Undan Xudoyim jazosini bersin, o'zi Xudoyim jazolasin. Xudoyim buni tek qo'ymaydi baribir bo'lyapti. Hozir ham bo'lyapti. Kechagi kuni mana oddiy misol o'tgan gapimda gapirib o'tib ketdim. Yana bo'lyapti. Shuni men to'g'risida o'ylab qarasam Bekzod ahvol chataqda endi. To'g'ri, qidiruv, tergov bo'ladi, bo'lmaydi bas, bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, azizlar, yurtdoshlar, o'zbek xalqi. Videoda boshidan o'ylamanglar, bugun G'an akam yana kimnidir gapiradi yoki kimdir yomonlaydi deb. Umuman olganda bu bunaqa mavzuda emas. Bugungi mavzu Abdug'an akam bilan bo'ladigan suhbat Abdulazizda mana shu davrgacha bo'lgan vaziyatdagi holatlar, yordam bergan odamlar, mana shu umuman Abdulazizni duo qilgan, jamiki ham qalban, ham yaqin bo'lib, ham shu yerda kelib, yuzma-yuz ko'rishib, yordam bergan odamlarga bag'ishlanadi va umuman olganda bugun Abdug'an aka bizga telefon qildi. Bekzod, umuman o'ylab qaradim, o'ylab ko'rdim ham. Ota sifatida ham, oddiy inson sifatida ham, bir o'zbek musulmoni sifatida ham umuman olganda bu ishni to'xtatish kerak. Shuning uchun ham bugungi videomiz, bugungi suhbatimiz umuman olganda so'nggi video bo'ladi va bu so'nggi videoni birdan bir maqsadi hozir ham boshidanoq aytib qo'yishim mumkin. Sizlarda azizlarda shu bir namoz o'qiganlaringda, bir kimdirga misol uchun savob uchun sadaqa ulashganlaringda yoki biron bir ma'raka marosimda o'tkazganlaringda, umuman olganda juma namozlarida qatnashganlaringda shu Abdulaziz haqqiga eslab duo qilib qo'yishlarini so'rab qo'ygan bo'lardik. Bu videoni boshida aytiladi ham, oxirida aytiladi ham. Shuning uchun eng asosiy maqsadimiz shu. Va bugungi videomiz umuman olganda Abdulaziz mavzusini mana deyarli bir 90 kunga yaqin bo'ldi. Mana shu bizni tilda aytganda umuman shu ijtimoiy tarmoqda sahifasi bor insonlar tilida aytganda bu mavzuni umuman yopish. Ya'ni Abdug'an akam aytgandek, o'g'lini ruhini chinqiratmaslik uchun bir musulmon sifatida u insonni topdik, mana erishdik, o'sha erishadiganimizga, o'sha Xudo bergan ne'matiga shukr. Shuning uchun bugun Abdug'an aka so'nggi so'z, so'nggi fikr, so'nggi xulosalari va so'nggi marta xalqqa murojaat qilib aytadi va oxirgi videomiz bugun shu joyda tamomlanadi. Va o'sha so'ragan gapim bu mavzu yopildi, bo'ldi, Abdulaziz haqida eslamaymiz deyish kerak emas. O'sha duo qilib haqqiga, yo'liga, gunohlarini kechirishlik uchun duo qilib tursalaring eng o'rinli savoblardan biri bo'ladi degan umiddamiz. Abdug'an aka, Assalomu alaykum xalqim. Sizlarga avvalo minnatda rahmat, hammalaringga. Duoda bo'ldilaring, qalban yaqin bo'ldilaring. Minnatda rahmat. Endi qanday qilib sizlarga bir shuna qulluq qilib, minnatdorchilik qilib qilgim kelyapti-yu, men to'g'risi bu narsaga ana qila olmayapman-da. Bu shunaqa insonlar bor ekanki, Bekzod to'g'risi shunaqa insonlar bor ekanki, men yetti uxlab tushimda ko'rmaganman. Misol ko'rmaganman, shu insonlar shu darajada yaqin bo'lib ketdi. Shuning uchun minnatda rahmat shularga, hammasiga. Dashi shunaqa bir insonlar borki, kasal joyida shu o'g'limga, dardimga sherik bo'lib, shu o'g'limni qidirishga telefon orqali bo'lsa ham ko'ylimi ko'tarib, shunaqa insonlar, opalar, ukalar, hammalar minnatda rahmat aytmoqchiman shularga. Endi to'g'risi men qanaqa qilib minnatdorchilik qilishdi, qanaqa qilib bir bularga yordam berishdi, men ham shuni mana qilib o'ylayapman-u, shu bilmayman endi qanday qilib. Ilohim mendan qaytmasa shu insonlarga Xudoyimdan qaytsin. Ilohim shular bola chaqasini orzu havasini ko'rsin, oilasida birorta tashvish bo'lmasin. Hamisha Xudoyim shularning ishini oldi qilsin. Hamisha ilohim. Endi aka misol uchun
Mana deyarli 90 kun bo'ldi-ku. Men o'zim aytayapsiz, kimdir yaqin o'tib ketdi. Endi men ko'p yoningizda men endi ko'p yurganim uchun endi fikr qo'shib ketishim mumkin-da, chunki men eshitdim bir xil payt, misol uchun dunyoni bir chekkasi Amerikadan ham telefonlar bo'lgan vaziyatlarni ko'rdim. To'g'ri. Boshqa joylardan telefon bo'lgan vaziyatlarni ham ko'rdim. Endi umuman olganda shu o'g'lingizni mana shu kanalga cho'kib ketishidan boshlab siz bilan bilmadim bir ashti dunyoni barcha davlatlaridan yaqin insonlar topildi deb to'ppa-to'g'ri bu gapingiz. To'ppa-to'g'ri. Misol borki musulmon xalqi misol kerak bo'lsa do'st bo'ldi. Lekin bunaqa paytda Bekzod haqiqatan Xudoyim bunaqa musibat tushgan odamni ko'zini katta qilib ochib berganda, misol har xil odamni ko'rar ekansiz bu dunyoda bor-u. Bilmayman, endi iloyim birovni boshiga tushmasin bu narsa. Bu narsani ozgina bo'lsa ham tatib ko'rgan odam biladi xolosda. To'g'ri, men ayrim paytda kuldim, ayrim paytda nima qildim, bundan xabaringiz bor, misol. Tana boshqa dard bilmas degani haqiqatdan ham rost ekan. Yuzing kulganing bilan iching ana bo'layotganini u birov payqamas ekan. Buni payqamay har xil gaplar bo'ldi, har xil tuhmatlar bo'ldi menga. Mayli hozir ham bo'lyapti, kerak bo'lsa bor, hozir ham bo'lyapti. Kechagi kuni mana oddiy misol o'tgan gapimda gapirib o'tib ketdim. Yana bo'lyapti. Shuni men to'g'risida o'ylab qarasam Bekzod ahvol chataqda endi. To'g'ri, qidiruv tergov bo'ladi, bo'lmaydi emas, bo'ladi tergov oxirigacha. Faqat Xudoyim o'zi tergov qilsin. Xudoyim tergov qilsin. Biz bas. Endi melizalar qilar balkim. Ertaga ekspertiza chiqsin, bir oyda kelasiz degan. Endi bir oygacha ham men qarab o'tira olmayman. Boraman. Yo'q, lekin Xudoyimga solaveraylik hammasini Bekzod. Xudoyim o'zi kim nima qilgan bo'lsa meni bolamga Xudoyim jazosini bersin. Xudoyim jazosini bersin o'sha insonlar kim bo'lsa ham misolda men bu nazar deya olmayman. Men misol Xudodan ustun kelib ularni yo oyog'ini sindira olmayman, yo boshqa qila olmayman. Qamaladi nima bo'ladi? Misol o'sha aybdor o'zi qamaladi, ertaga nima bo'ladi misol? Undan battarlanadimi o'shalar misolda? Undan Xudoyim jazosini bersin. O'zi Xudoyim jazolasin. Xudoyim buni tek qo'ymaydi baribir. Xudoyim tek qo'ymaydi. Prosta menga ne o'ylab qarasam to'g'risi Bekzod shunaqa nimalar bo'ldiki, o'sha paytda o'zingizdan xabaringiz bor, misol mana tuhmatlar bo'ldi, har xil tuhmatlar, unisi majburladi, bunisi u qildi, bunisi bu qildi, unda ketdi, bunda ketdi, balo bo'ldi, battar bo'ldi, xullas ashincha bo'xtonlar, ashincha narsalar bo'ldi-da Bekzod endi. Hozir ham shu narsalar to'xtagan yo'q-da. Hozir ham to'xtagan yo'q. Bo'lyapti-da, ag'dan-bag'dan kelyapti shunaqa toshlar, shunaqa nimalar. O'shalar o'ylamayapti, to'xta. Shu narsani oldin o'zim o'shani o'rniga qo'yay, keyin gapiray. Shu narsani, shu gapni deb avvalo o'ylab ko'rishmayapti o'sha gapirayotgan insonlarda. Tap-tapayda gapirib qo'yapti. Maqsad nima? Bekzod pul ishlashmi yo boshqami? Kesin mayli chiqarmayman. Mana uncha pul berasan desin, men umr bo'yi ishlab bo'lsa ham to'layman o'sha pulni. To'g'risida faqat o'sha narsani chiqarmasin, qayerda yo'q gaplarni, qayerda yo'q narsani Bekzod to'g'risida men endi bu xalqimga avvalo xalqimga emas bu. Bu narsa men aytayotgan gap bu blogerlarga tegishli, ayrim blogerlarga-da to'g'risida. Mana hali kuni ham Bekzod aytdimki, Bekzod dedim, mana shu narsani qo'yasiz, to'g'ri dedim. Ertaga dedim shuni ayrim o'sha nima deysizlar sizlar, qo'sh tirnoq ichidagi deysizlarmi? Olib turib dedim har xil qilib chiqarib yuboradi Bekzod. Shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Misol aytdim. Haqiqatda mana shu narsa bo'lyapti-da Bekzod. Nimaga shunaqa bo'ladi? Misol nimaga endi birovning videosini olib o'sha narsani o'zini qo'ymaydi-da sizlar, misolda endi. Boshqacha qilib qilib chiqarib yuboradi. Qayerda yo'q gaplarni gapirib, yana qayerda yo'q anaqalarni qilib. To'g'risi juda uyat basmi bu? Misol mana hozir gapirishyapti. U yoqda turib, qatlarda turib. Misol o'sha odamlar xo'p topilibdi. Kimlardir mana o'zi biladi kimligini. Misolda men otini o'tgan safar endi mana bunda ketdi, endi men to'g'risi gapirib qo'yapman. U yoqda turib ta'ziyani olishibdi. U yoqda turib ta'ziyani olishibdi. Ha vijdonsiz, ke o'shitga telefoningni cho'ntakka sol. Yana kimdir o'shani kommentariyasiga yozibdi. Men endi gapirmas deydi, ilojim yo'q-da buni. Bezor bari ilojim yo'q. Misol gapiraman-da. Vijdonsiz
do'ppi esdan chiqibdi-yu, telefoning esdan chiqmabdi deb yozib qo'yibdi kommentariyasiga. Ha, misol undan ko'ra ke vijdonsiz, ke o'shtga. Xo'p, ozgina bo'lsa ham Bekzod xafa bo'lmanglar. Ozgina bo'lsa ham misol endi qo'pol qilganda shu halimdek qilganda o'likdur orqasidan pul ishlashdi-da. Misol to'g'risida endi bu bor gapda, meni bolam bo'lsa ham endi shunaqa deb gapiraman-da, endi majburman-da shu narsaga. Shundan bo'ldi. Shular misol mana Bekzod sizlar yonimda bo'ldilar, xo'p. Shular bir og'zim kelib menga, bir og'zim kelib, shu vijdonsizlar. Bir og'zim kelib, aka, apa men mana shunaqa deyishga yaradimi? Endi aka tanqidni yo'q, misolda yo'q, tanqid emas bu, prosta tanqid emas Bekzod. Bu qandaydir odamga aytdim-ku, haligida sizga aytib ketdim-ku, insonni bunaqa paytda ko'rsatib qo'yarkanda kimligini, qanaqaligini Xudoyim shunday ko'rsatib qo'yarkanda, u kim uchun harakat qilyapti-yu, nima uchun harakat qilayotganini ko'rsatib qo'yarkan. Shuning uchun gapirib o'tib ketyapman. Misol inson o'shana paytda bilinib qolar ekanda, nima uchun harakat qilayotgani. U o'g'lini oqtarish uchun emas. O'zini obro'yini, o'zini nimasini ko'tarish uchun harakat qilganligini bilintirib qo'ydi demoqchiman. Meni gapim shu. Ya endi siz o'sha kun telefon qildingiz, telefonlashdik, Bekzod dedingiz. Topildimi aka desam, topildi. O'sha kuni ko'rsam, пропущенность turibdi shekilli hali ham. 10 tadan ortiq telefon bo'lgan. Keyin siz bitta narsani iltimos qildingiz. Bekzod dedingiz. Maraka marosimni hech kim janozani syomka qilmasin dedingiz. Men blogerlar hammasini Jasur O'zan biz bilan o'tiribdi. Hammasini aytdim, umuman syomka qilmaylar. O'sha kuni iloji yo'q, qornimiz ochib ketdi. O'sha yerda bir anda meva olaylik, kechgacha turamiz baribir deb o'sha yerda yeyib tursak, shunday kirsam, haqiqatda o'sha jonli efir ketayotganiga gapingizni oldimu, misol o'sha kuni kelib boru, o'sha kuni. Men o'sha yerdan kelayotganimda, o'sha telefonni yig'ishtirib, agar o'shda misol o'sha Muhammad Rasul deysizmi, Farruh deysizmi, o'shda tikka turgan bo'lganda, misolda men bag'rim ochib ko'rishardim. Shuhratmi, qaysi birlaring bo'lsa hamda nimaga? Mimmatda rahmat shuncha harakat qildilaring deb. Yo'q, uni o'rniga o'sha yerda ham. Endi qo'pol qilganda, endi bu bittalaringga emas, hammalaringga tegishli-da. Pul ishlash maqsadda, u yoqda turib, bir og'zim kelib, o'shda turganda men o'sha o'tgan narsalarni unutib bag'rim ochib ko'rishardim o'shalar bilan. Mimmatda rahmat sizlarga derdim. Shuncha yordam berdilaring deb gapirardim. To'g'risida rahmat derdim. Mimmatda rahmat derdim. Misol, bu kimlargadir men paytida, hali tuhmat bo'layotgan paytda, "Ey, bu to'g'ri kelmaydi" dedim. To'g'ri kelmaydi, bu narsani olib tashlaman, xijolat bo'laman. Bu narsa bo'lmaydi uka deb yalindim, yig'lab yolvordim. Olib tasha bu videoyini, "Ey, menga to'g'ri kelmaydi bu narsa." Yalindim, yorvoldim, yig'ladim. O'sha bolaga, yosh bola shuni quloq solmadi, qildi. Men bilan naborot olishdi shu narsaga. Misol yo'q dedi, bundaqa edi, yana unda ketdi. "Ey jon uka, iltimos sendan" dedim. Shular bir og'zim. Endi hali odamni ichi og'riyotganda, Bekzod, hali qo'yningga kirib turib, orqangdan tosh otsa, juda ham haliginaqa bo'lar ekansan-da, Bekzod. Shunaqa bir alam qilar ekan odamga. Xo'p, mayli, oqtarding, qo'yding, yordam berding, mimmatda rahmat. Shu oxirigacha, shu oxirida o'zingni kimligingni shuni ayon qilib qo'yding-da. Oxirida o'zingni kimligingni ayon qilib qo'yding. O'sha yerda ham o'likni, haqiqatan o'likni ustidan pul ishlayotganingni ayon qilib qo'yding. O'sha qilgan qilig'ing bilan. O'sha yerda misol men endi misol sizlar o'shda turlaring, misolda, yo'q, gap nimada emas. Men borini gapiraman-da, misol borini gapiraman, bor haqiqatni gapiraman. Misol o'shga kelib aytayapman, mana yana gapiryapman. Xudo qiblaga qarab turib kerak bo'lsa gapiraman. O'shga kelganda o'sha Muhammad Rasul ham, boshqasi ham misolda hamma narsani unutib bag'rim ochib ko'rishardim o'sha kuni. Rahmat deb aytardim, rahmat aytardim o'shalarga. Uni o'rniga u yoqda turib olib, janozani video qilib, balo qilib, yana xalq sendan janozani videoga olib ber deb so'ragan yo'q. Qani qaysi xalq men aytdim desin, aytsin qaysi xalq, qaysi kim janozani videoga olib bizga tashadi, kim so'ragan ekan o'sha odamlardan. Aytsin. Shu narsani-da Bekzod to'g'risida endi
Bu haqiqatdan ham noto'g'ri-da. Yo, endi men keldim, yetib kelib jasurlarni topdim. Mahalla boshiga chiqib oldim-da, o'ziga ham aytdim, aka men yerda turibman, o'tib ketib qolib syomka qilishmasin deb. Ha, bu o'sha yerda yig'ildi. Nechiga ekan janoza desak, bugun bo'lmas ekan deyishdi. Deydi, keyin bo'lmasam kutamiz dedi ya jasur. Keyin shu bilan soat 5 da surazi qaytgan hammalar o'sha yerda qolishdi. Shunday kelsak, o'sha olib ketib o'rishgan orqadan uchib bordik. Endi maqsad aytda turish edi. Endi biz hammani ogohlantirdik, o'qildi. Endi aka men ham, boshqasi ham endi bilmadim, qolganlar qanday tushunadi ekani. Misol uchun u tanqidni, misol uchun men kimdir tanqid qilsa, men o'rinli qabul qilaman-da. Agar misol uchun o'tgan safar mana o'zingiz aytdingiz, Begzod siz ham uni ayb qildingiz, siz u qildingiz. Men tikka qo'ydim o'sha videoni. Olib tashlamadim ham, kesib tashlamadim. Misol kesib tashlab qo'ysam ham bo'lardi. Lekin qilmadim. Nimaga? Ha biz odamlar uchun ishlayapmizmi? Odamlar bizni xatoyimizni ko'radi-da. Chunki ular uchun ko'rsatyapmiz aka. Bu tanqidni kimdir to'g'ri qabul qiladi, kimdir to'g'ri qabul qilmaydi-da aka. Hayot yo'li ham, kelajagi ham shunga qarab ketaveradi. Endi o'shanaqa xullas meni gapni indallosi men sizlardan, shu barcha blogerlardan rahmat demoqchiman. Sabab shunchalik oqtarishdi, mayli yolg'on bo'lsa ham, yashig'i bo'lsa ham, boshqa tuhmat qilishdi ham, boshqa ham qilishdi, shunchalik bo'lsa ham mayli. Meni dardimga ozgina bo'lsa ham, qalbam bo'lmasa ham, boshqa taraflama bo'lsa ham ozgina sherik bo'lishdi. Rahmat. Lekin shu kundan, shu paytdan iltimos qilmoqchimanki, shu iltimos qilmoqchiman to'g'risi. Shu bolam ruhi chirqiramasin, iltimos demoqchiman. Shunga men sizni telefon qilib chaqirganim. Ertaga misol mana hozir o'sha kimdir anu MCS xodimlari oluvdi televideniyadan kim ekan, balkim sizni, balkim boshqasini bilmayman, tortib olib mana qo'ydi misol. Qo'ydi. Ertaga misol mana o'sha narsani bir qo'qqiz ayolim yoki onam ko'rib bo'lsa, qanaqa ahvolga tushadi o'sha narsani? Qanaqa ahvolga tushadi Begzod? Misolda o'zingiz o'ylang-da o'zingiz. O'sha chiqarayotgan odamlar o'ylasin o'zi. Misol meni o'rnimga o'zini qo'ysin, o'shani bir kun kelib onasi yoki bir ayoli yoki bir kuygan odamni ko'rib qoldi shu narsadan. Jabr chekkan odamni ko'rib qoldi. Qanaqa ahvolga tushadi? Ayting. Yomon ahvolga tushadi. Bo'pti-da, shuning uchun iltimos qilyapman, shuni to'xtataylik. Agar tergov bir balo bo'l, qandaydir bir nima bo'lsa, yangilikni men sizni chaqiraman, o'zim misol xalqqa yetkizaman. Xalqqa yetkizaman. Bu narsani, bu iltimos. Bo'lmasam iltimosim shu meni. Yo'q aka, bo'laveradi iltimos. Bo'lmasam bunday qilsak bo'lar ekan aka, mana misol uchun shu kungacha sherik bo'lganlarga rahmat. Misol uchun bizni kuzatib, endi nimaga buni deb aytyapmanki, chunki biz sizni videoingizni oldik, gap so'zlaringizni oldik, qidirib yurganlaringizni oldik, hamma yo'lni oldik. O'sha video olganimiz orqali siz odamlar ko'ra oldi, tushuna oldi, telefon qildi, gaplashadi. Endi bu mavzuni ham chiqarishda ham, yopishda ham, umuman olganda mana shu ruhi chinqiramasligi uchun shu haqqilariga duo qilishni eslatib o'tib, shu bitta chiroyli pataxa qilsangiz aka, misol uchun-da, o'sha eng yaxshi yo'li ham bo'ladi, eng yaxshi. Hani siz yoshingiz yarashadi, endi hozir yoshiga to'g'ri keladigan gap bo'ladi. Bo'laveradi. Chunki hozir men ham sizga bo'ldi, bu qildi, bu degan bilan misol uchun haligi nimadir o'zgarib qolishi mumkin emas-da. Chunki bu jamiyatda yaxshisi, yomoni, to'g'risi, egrisi bor ekanki, bu sizni chiqishingiz qancha davom etaversa, sizni ovozingiz qancha chiqaversa, kimdir to'g'ri ma'noda, kimdir egri ma'noda, kimdir to'g'ri yo'lga, kimdir noto'g'ri yo'lga boshlayveradi. Shuning uchun shu umuman olganda misol shu Abdulaziz mavzusini bugun mana siz bilan birga yopaylik. Agarda tergovda nimadir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, sizlar chaqirib xalqqa yetkazamiz. Uni nimasi yo'q, uni to'g'risida u xalq qiziqqanlarga, so'raganlarga misol kerak bo'lsa, misol o'zimni nomerimni bilishadi, misol hamma dunyo biladi kerak bo'lsa nomerim, misol o'zimdan so'raversin, har qanaqa narsa bo'lsa, misol shunga maqsad Abdulazizni topishdi-da. O'sha 90 kunga yaqin topishdi. Shu jinoyatchini oqtarishmas edi. Mana topdik, bo'ldi endi xalqning duosi bilan, xalqning duosi bilan, shu musulmonlar duosi bilan, musulmon xalqimizning duosi bilan topdik. Qarang, Xudoyim shu darajada o'zi bekitib olgan ekanki, yonimizda ekanda, qarang, Begzod, yonimizda ekanda bolam, yonimizda ekan, Begzod, qarang. Shu joylarda qanaqa titdik misolda, qanaqa titdik Begzod, yonimizda ekanda, qarang bolam. Mayli, shuning uchun
iltimos qilmoqchiman. Shu temani bir o'zingiz ham bir hamkasbalaringizda endi. Ularga bir nima qilib ayting. Men bilmayman endi. Shuncha aytmoqchiman-da, sizni ekranga yuzingiz qancha chiqqan sari bu mavzu shuncha davom etaveradi. Iloyim, nima derdik endi hozir? Pataqa qiling aka. Qani, Ilohim. Shu nima deylik endi, shu xalqimizga rahmat aytamiz. Iloyim, men dardimga sherik bo'lganlarga, iloyim, menga qalban yaxshi bo'lganlar, yaqin bo'lganlarga, iloyim kasallarga shifosini bersin Xudoyim. Iloyim, hech kimning boshiga bunaqa kulfatlar tushmasin. Iloyim, hamisha hamma kulib yursin. Endi Abdulaziz hech kimning boshiga tushmasin xullas. Hech kimning boshiga tushmasin. Xalqimga rahmat, xalqimga, musulmon xalqiga rahmat iloyim. Musulmon xalqiga, endi xalqimga deb men faqat xalqimga aytib qo'ysam, tashqarida misol Tojikistonda har qayerda menga qalban yaqin bo'lganlar bor. Shularga rahmat. Bir shu o'g'lim orqali to'g'risi aka-singil, opa-singil har xil bo'lib bir-birlari bilan tutar. Iloyim oqibatlar uzilmasin hech qachon. Amin. Allohumma maghfirli val valiyyi va ustozi val jamil va mu'min basmat. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati qina azoban. Hammalarga rahmat. Iloyim siz ham sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, Bekzod aka, rahmat sizlarga. Iloyim o'sha gap, boshqa gap so'z yo'q, Bekzod. Rahmat. To'y hashamlarni ko'rishaylik. Xudo xolasa, Necha ko'rishib turamiz. inshaalloh, Xudo xolasa, inshaalloh ko'rishamiz, ketib-o'rsalar inja. Agar bizdan xato kamchilik ko'rgan bo'lsa, siz bilmasdan ko'nglingiz og'ritgan bo'lsa, bizdan ham uzr. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Albatta videoni shu joyigacha ko'rib Abdug'an akamni duolariga qo'shilgan insonlarga ming rahmat aytib qolmoqchiman. Umuman olganda biz harakat qildik, kurashdik. Har yerdan, hamma joydan oqtardik Abdulaziz. Va oxiri Xudoyim taoloni bizga bergan ne'mat ekan, inshaalloh o'sha cho'kkan joydan bizga qaytarib berdi. Lekin mana shu davrgacha bo'lgan vaqt mobaynida biz bilan birga bo'lgan insonlarga, duo qilgan insonlarga, jamiki bizga qo'ldan kelgancha yordam bergan insonlarga ming tashakkurlar aytmoqchiman. Va Abdulazizning joylarini jannatda bo'lishligini tilab qolmoqchiman. Xudo xolasa albatta borar manzilimiz bir, yetar manzilimiz bir. Inshaalloh umr soatimiz kelganda falaklarda ko'rishguncha Abdulaziz. Bizdan rozi bo'lgin. Yaxshi gapimiz uchun ham, yomon gapimiz uchun ham, ba'zi bir joylarda bilib bilmay qilgan xatolarimiz uchun. Ilohim joying jannatda bo'lsin. Gunohlaringni Alloh taolo o'zi mag'firat aylasin. Sening haqqingga, sening yo'lingga duo qilishdan hech qachon charchamaymiz va hech qachon to'xtamaymiz. Shunday ekan aziz do'stlar, Abdulaziz mavzusiga atalgan videoroliklarimiz bugun so'nggi bor kanalimizda yangradi. Ilohim ukamizning joylari jannatda bo'lsin. Jamiki insonlarga o'z nomimdan va oila a'zolari nomidan kattakon rahmat aytib qolaman.